Ana hozir yomg'ir yog'ib o'tib ketdi. Navlarda ham suv tushib turibdi. Ko'rib tushlaringiz mumkin. Xo'p. 50 kilovat invertorimiz 45 kilovatga birdan ko'tarildi. Ko'rib tushlaringiz mumkin. 45 havo uncha ochiq emas, lekin panellarda tozaligi hisobiga invertorimiz 45 kilovat turibdi. Umuman to'liq ochiq emas lekin. Yuvib oldi panellarimiz. Lekin shuni qarab 45 kilovat ishlab turibdi. Yomon emas. Bulutli havoda ham bunaqa ko'rsatkich. LDA invertor panellarimiz Longi Hynix. Bemalol murojaat qilaverasizlar.